Bu gaplar haligi mutakabbir kitning ham qulog'iga yetib boribdi. Buni eshitgan kit kibr bilan: "Ha, bu matoq nima bo'libdi? Mening dumimga ham teng kelmaydi-ku. Bir ursam parcha-parcha bo'lib ketadi", debdi. Nima debdi? Kichkina baliqlar aytishibdiki, "Katta kema kelibdi, borsan ham qoch", desa, kit nima debdi? Bu kema nima bo'pti? Men uni dumim bilan bir ursam, dabdalasini chiqarib yuboraman", deb maqtanibdi yana. "Ha, shoshmay turinglar, men sizlarga isbotlab beraman", debdi kit. "Undan kuchli ekanimni", debdi-da, boyagi kemaning oldiga suzib ketibdi. Qolgan baliqlarga o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'libdi. Buni ko'rgan baliqlar unga qarab: "Borma, halok bo'lasan, bu inson bolasining kemasi, u seni ayamaydi", deya uni yo'ldan qaytarishmoqchi bo'lishibdi. "Sani kuching yetmaydi, ular sani nima deydi, o'lib ketishing mumkin", deb ogohlantirishsa ham baribir nima qilibdi? Ketibdi, yo'lidan qaytmabdi. Ammo mutakabbir kit fikridan qaytmabdi. Kemaning yoniga tobora yaqinlashganida bexosdan nimadirning ichiga kirib qolganini his qilibdi. Qarasa, bu ulkan nima bu? Qarmoq ekan.